Bizni keyingi roliklarimizda ham o'sha uyushtiryapmizmi, nimadir sahnalashtiryapmizmi, teatr qilib ko'rsatyapmizmi, hamma narsadan yaxshilikni axtaring, yomonlikni emas. Bizni oliy maqsadimiz bor. Nima uchun bu ishlarni qilayotganimizni tushunib yeting. Chunki oddiy roliklarimizni shunchaki borib yetimlarni ko'rsatib, ularga yordam berishimiz kerak. Mana bu xastalarga yordam berishimiz kerak. Mana bu muhtoj miskinlarga yordam berishimiz kerak desa, odamlar ko'rmayapti. Shu darajada rivojlanib ketdi zamon, internet. Bir-biridan qiziqarli, haligi kulgili, bachkana roliklar o'z nomiga tortib yotibdi. Shularning orasida biz bu roliklarimizni ko'rsatib bila olishimiz kerak. Shuning uchun mana shunaqangi narsalarni uyushtiryapmiz. Ko'rimli bo'lishi uchun, qiziqarli bo'lishligi uchun, tushunyapsizmi? Bu ham bitta tomosha bo'lib qoldi. Har bitta chiqargan rolikimiz bo'lmadi deganda 10 ta oilaning muammosini hal qiladigan darajada natijasi bo'lishi kerak. Afsuski, har bitta chiqargan roligimiz hatto o'sha oilaning muammosini hal qila olmayapti. Biz yaxshilik yo'lida birlashyapmiz. Yomonlik yo'lida emas, qilayotgan hamma ishimiz vatanimiz uchun, yurtimiz uchun, xalqimiz uchun. Alloh bu gaplarimizni qalblaringizga yetkazsin, maqsad muddaoyimizni afzaliga yetkazsin. Bu ulug' amalning atrofida butun xalqimizni Alloh birlashtirsin.